10 yil oldin o'zingiz bilan uchrashib qolsangiz nima maslahat bergan bo'lardingiz? Shu 10 yil kamlik qilyapti-da, chunki 10 yil oldin onam yo'qolgan. 15 yil oldin hech bo'lmasa hamma narsani tark etib, hatto bolalarimni ham, o'zim sevgan kasbimni ham tark etib, otam bilan onamning yonlarida turgan bo'lardim. Ularning xizmatlarini qilgan bo'lardim, ularni xursand qilgan bo'lardim. Ularni aytmaslardan bir korlariga yaragan bo'lardim. Onajonim, siz mehribon